Elitniy жилой kompleksdan kvadraturasi katta bo'lgan uy xarid qilaman degan akalarning e'tiboriga bugun Mirzo Ulug'bekdagi Tiara Rezidence'ga keldik. Bu yerda ko'rayotganingizdek juda ham chiroyli devorda срочный uyimizni sotuvga chiqdi. Obzorni oxirigacha ko'ring, sizga juda ham yoqadi. O'rtoqlar aytgancha 3 etajli premium kottejimizda 6 ta xona, 3 ta sanuzildan iborat, yashash maydoni 250 kvadrat metr. Eslatib o'taman, 3 etajli kottejimizda umumiy 5 ta xona bor. Hozir o'rtoqlar biz 2-etajga chiqdik. Bu yerda o'zining master bedroomi, ya'ni spalnisi bor ekan. Bundan tashqari bu yerda o'zining отдельный sanuzili. Kamoliddin bitta ko'rsat. Uyimiz $500 ming baholandi. Agar sizga kottejimiz yoqqan bo'lsa, telefon qilib bosaveradigan joy. Men faqat premium segmentdagi uylarni obzor qilaman, shuning uchun menga podpiska tashlash esingizdan chiqmasin.